Bu bir rivoyat keladi. Ba'zilar Abu Zar roziyallohu anhuga nisbat beradi, ba'zilar Ali Zaynul Abidinga nisbat beradi. O'tirgan ekanlar, cho'ri ovqat olib kelibdi. Ovqat olib kelib, qoqilib, sirg'alib ketib, qaynoq ovqatni u kishining ustiga to'kibdi. U kishining oyoqlari kuygan. Endi cho'ri odatda odamlar cho'rini odam o'rnida ko'rgan emas. Endi musulmonlar unaqa qilgan emas u. Lekin baribir cho'ri odam. Xodim. Achchig'i chiqib endi bir narsa demoqchi bo'lsalar, ya'ni kuydirding-ku ahmoq, qaqalayapsan deb bir koymoqchi bo'lsalar, Alloh nima deydi bu haqida debdi cho'r. Desa, u kishi to'xtab qoldilar. Nima deydi debdi. Wal kaziminal ghayza deydi. Achchig'ini yutadiganlar u jannatga kiradiganlarni vasf. Achchig'ini yutadiganlar debdi. Desa, u kishi sekin pastlabdilar. Achchig'larini yutib. Yutdim bo'ldi debdilar. Desalar, yana nima deydi debdi. Nima deydi debdi. Wal afina anin nas, odamlarni kechirib oladi deydi. Ya'ni hozir achchig'ingiz bosildi-yu, alam ichingizda qolib ketib, keyin boshqa tomondan alamni olmang. Bir yo'li unutib, afv qilib oling bir yo'l. Desa, bo'ldi, afv ham qildim debdi. Oyat tugatib qo'yaymi debdi. To'g'ri. Ha desa, vallohu yuhibbul muhsinin deb. Alloh ihson qiluvchilar, yaxshilik qiluvchini yaxshi ko'radi Alloh. Desa, ozodsan degan ekan. Alloh. Tasodif sodir bo'lgan bir voqeada sho'ri siz bilan bizdan ko'ra Qur'onga yaqin bo'lyapti. Hofiz bo'lishdan murod shu. Har bir hodisada, har bir voqeada esingizga Qur'on oyati kelaverish kerak.